Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarasını gacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağ 2022 yıl 8. ayının 7. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu da gep kılsak azı Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin Devlet Müdafiye Ministerliği hazır bütün yer şarı boyucu desek buludu da asaslığı Deniz Armiyasının faaliyeti olsun, Hava Armiyasının faaliyeti olsun, andın koşumçu Quruqluq Armiyasının faaliyeti olsun. Bu her bir kısımla xilleri, 5 xil. 5 xil armiyanın xillerinin köpü hazır Hindi Tinç Okean rayonuna orullaştırıldı. Şundaqla bu vaziyetimizden baştan gün sizlerge sözüldük. Amerika armiyası hazır Hindistan Jungo çegrasıdaki Ladak'a yetip geldi dedi. Bugün şunun yazma haberi geldi. Ondan burun Amerika armiyasının yönelişi doğrusudaki leksiyonu sözlep anda sizlerge o doğru toxtalımız vatandaşlar. Mavzumundaq. Çünkü Kompartiyasının tehdidiga qarşı turuş üçün Amerikada güçlük armiya xilleri qol saldı. Mavzula xabar 8. ayının 7. günü Amerika Ovazının Xitay tili programımız e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Bu aslında ben ve torbite qo'yilgan mavzu ekan. Amerika Ovazga qarasam o mavzu uzunroq ekan, shuni qisqartib oldim vatandaş. Washington Jungo Tayvan atrofida harbiy manevr qilayotgan bir paytda tahlilchilar mundaq ta'kidladi. Amerika endi Tinch okean rayonidagi tahdid kuchini oshiradigan bo'lsa, Jungo bilan bir maydon urush qilishdan saqlanib qala oladi. Amaliyoti Jungoning qistab kelayotgan hayvisiga taqobil turishda jiddiylik tuyg'usining oshqonligi allaqachon Amerika harbiy tarafining va har soha arboblarining o'rtaq tonishi bo'lib qoldi. Avam Palata Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret qilishdan burun Amerika Deniz Armiyasi, Amerika Quruqluq Armiyasi ve Hava Armiyasi denizden quruqluq chiqib jang qilguvchi qismlar hamda deniz boylarini qo'g'dash soqchi qismlari qatorli 5 cho'ng armiya xillari endi Tinch okean rayonida tahdid kuchi o'rinlashtirishni allaqachon boshlab o'tgan edi. Jungoning Tayvan orolini qo'rshovga ilishiga duch kelganda Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 8. ayının 4. günü buyruq tushirib, G'arbiy Tinch okean Filipin deniz boylarida, jumladan Tayvanning sharq janubi taraflarini o'z ichiga oladi. Ronald Reagan belgilik avtomatkini va uning zarbadarlar guruhi Tayvanning atrofidagi deniz yuzida to'xtatib, vaziyatning taraqqiyotini kuzatishga qo'ygan edi. 8. ayının 5. günü Yaponiyaga yaqin deniz yuziga yetib kelgan Reagan belgilik avtomatika zarbadarlar guruhi hozir qaytib Janubiy Jungo dengizi tarafga qarab yo'l oldi. Amerika Quruqluq Armiyasi Osiyo Tinch okean rayonining oldingi sepiga o'rinlashtirildi. Ko'p joylarga alohida qismlar o'rinlashtirildi. Amerika Tinch okean Quruqluq Armiya qo'mondori Charles Flynn navbatda Osiyo iqtisod jurnalining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Quruqluq Armiyasi Osiyoga ko'p joylarga alohida qismlarni o'rinlashtirib, Jungoning Janubiy dengizi va Tayvanning atrofida devaylab kelishiga tahdid solamiz deb ko'rsatdi. Qo'mondan Flynn mundaq ko'rsatdi. Bu keng ketgan Hindi Tinch okean rayoni
deniz armiyasi ve hava armiyasının faaliyet makanı emas. Quruqluq armiyasi bilan birleşip urush qilish iqtidorini bu armiya xillari, masalan, hava armiya, deniz armiya xillari yetildirish kerak. 6 ayda matbuotlar bunda xabar qilgan edi. Amerika armiyasi Guam orolining shimolidan 160 kilometr arilikda Tian'nin aralarda aerodromni kengaytib qurdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Bu aerodrom qurilib bitgandan keyin Amerika armiyasining Guamdagi harbiy bazasining bir qismi bo'lib qoladi.